chol, qo'ying, kelin kelsa qiladi shu ishlarni. Kelin endi yer og'darmaydi-ku, devona. Og'daradi. Ha, men qilganman-ku vaqtida. To'g'ri, onasi mana bularni hech bo'lsa maydalarni shiprimni art to'g'ri. Kelin kelsa qiladi. Sen kelin olapsanmi yo mardikor olapsanmi? Yo, kelin olyapman. Kelinning tarjimasi mardikor. Shuncha uy-joylarni shuncha sharoit qilib berib qo'yib, endi taltaytirib yotqizib qo'ymayman-ku, Maya qarasam uni kechqurun ham uxlatmaysanmi? Yo'q, nima uxlaydi? Men qanaqa kelin bo'lganman, dadasi? Esingizdan chiqdimi? Yarim kecha soat 2 da xotin kelindi deganlar esingizdan chiqdimi, a? Oho, xotin avloddan kim ekan? Onam, otam, Ali tog'am, Farhod tog'am, Uchqun tog'am, To'lqin tog'am, Gulola xolam, Gulola xolam, Gulchehra ammam, Sherali yaznam. Oho! Meni qarindoshlarim kelsa borki to'ydi, yarmini ko'taradi bular. To'yona bilan keladi. Sizga o'xshab mana qilib kelmaydi, kelin deb. Eri avloddan kim ekan? Qaynotam, qaynonam, Sanobar xolasi, Muqaddas ammasi, to'rtta xolam, to'rtta mani ammam bo'lgan. Ha, oiladan bitta yetadi endi. Hammasini aytsa qayga o'tirqizam? Boshimgami, dadasi, G'aybulla Tursunov, Ulug'bek Yulchiyev, shular qarindoshlarim ham bor mani. Yo'q, bular tirikdagi qo'shiqchi-ku. Birrovga chaqirasiz bularni. Bularni nima bu tomonga qo'shmading? Pulini siz to'laysiz-ku, tavba. Sizga